Baş ketib, yanaqdek ulab ketib qoldi qara ko'zman qayta. Nima bo'ldimi? Uxlab qopib birdan qaytaydi, daldiru. Men yurt qaytay qara ko'z. Kishining yurti sulton bo'g'icha, o'zingning yurti o'ltan bo'ldi. Men qaytdim. Chapildim ketib qoldim. Sen hozir miyada o'zing sulton bo'lib bo'lding degini? Shu sulton bo'g'ich qaytmadim shu. Nima bo'lding dedim deraman. Uya qaysang nima ish qilasiz? Inim yutqi ketib, oshqalam ketib ansirab ketma. Inim qo'saq beqishni amalni o'ylashib qo'ydi. Nima bo'lding daldiru? Uxlab qopib qaytimi? Qaytib non topaman deb. Yut qaysang nima qilasiz? Qo'lingda nima keladi sening u yoqda? Bo'ladi aka, men o'zimning nima ish qilganimni sana deb o'tibdi. Baribir seni murakkab ishlardan xo'shang qo'ygan ekan. O'z yurtimga qaytaman. Momamning uyiga kirib 40 taldek g'azini setib naq pulga aylandiraman. Va mo'tivarning kostyumini bir qor chaplab ketaman. Galostuk kelishga pulim yetmasa, talamni sangalta olaman. Va mening bilan xayboga tushaman. Shu kundan boshlab o'zimni xalqqa İlyar igilik tishlash maslahatchisi deb tanishtiraman. Bu vaqtda xalq meni daldirim emas, İlyar molim deb chaqirishga boshlaydi. Mana shu kundan boshlab mening sahna hayotim boshlanadi. Shundan keyin men nurg'ulgan kechiliklarda, fabuqiylarda mikrofon tutgan qaddi qomatimni ko'rib, ko'zlaring illiq yoshdan olsa. Va sening shu kundan boshlab menga bo'lgan har bir havas o'ttiring bara-bara kuchaydi. Umringni oxirigacha havas qilib o'tsan. Rahmat aka. Yo, sening bu arzu armonlaring vahshiy ekan-ku daldirim. Ma'lum degan nima sen tushunamsan bu gapning ma'nosini? Ma'lum degan kim o? Ma'lum degan ma'rifda 20 yil 30 yil xizmat ko'rsatgan, 20 yil 30 yil nurg'un yosh o'smirlarning mingisiga bilim qochilgan, hatto yoshlarni cho'nqigan, yoshlarningki korxonchi, xizmatchi bo'lishiga sababchi bo'lgan bir peshqadam bir insonlar va olani haqiqiy ma'lum deymiz. Ularni xalqmi qo'llaydi, xalqmi e'tirof qiladi, davlatimizni ularga haqiqiy ma'lum deb kinishga bergan, unvonlarni taqatgan odamlarni ma'lum deymiz. Masalan, psixik ma'lumlar var masalan. Nurg'un bilim ilib, nurg'un kitob ko'rib, psixik ma'lum bo'lib, xalq tonilganlar var. Masalan, Ali ma'lum haqiqatan bo'la oladi. Gaplarning jini var. O'tirib gap qismi bajaramlarni qo'ptirib yetib qoladi. Kepi haqiqatan yurak tegidi. Ham sendek bunda 40 tal g'asitib ma'lum bo'lganlar yo'q emas, jiq bor. Xaybodan birsiga chiplam. Hamda qiplan palonchi ma'lum deb. Ular nima ish qilib ma'lum bo'lib qolsa, fuqamsa, hozir diyarimiz nurg'unlig'in fabriklar bo'lyapti. Mahsulotning fabrikasi, uning fabrikasi. Asha kiyotgan mimonlar bor. Mingshinlar keladi, qara, naqshchilar keladi, obraz vakillari keladi. Naqmishada kelgan mimonlarga to'tig'iz gap qildigan bir ma'lum degan bir o'rin bo'sh qolib qoldi-da mishada. Bo'sh qolib qolgan o'ringa sendek bunda daldirimdan jiqib ketdi. Chiqiblar mikrofonni qo'liga qiliblar. Deydigan gap to'tig'iz. O'zingizga ishoning. Birinchisi. Ikkinchisi fursat sizni kutyapti. Uchinchisi fursat kutganlarga emas, tutqanlarga mansub. Mushuli gap. Mush gapni qiliblar ma'lum bo'lib, galostukni qo'ng'irtib yuradi. Sen yoshlarning orasiga qitilib o'zingchi ma'lum bo'lib ketmoqchimi? Nim bo'libdi va qilib olsam, bular menga gan daldirimlar ku. Demakli daldirim inem. Sen o yurt qaytib ma'lum bo'lma demay qara. Xalqningmi aqli va bir qarab fiqvadi kim haqiqiy ma'lum, kim daldirim ma'lum. Beka basan sharmanda bo'lasan. Sen ayaqsın şeyde o'zingning ishlaringni tirishib tamomlashtirayver. Qanda? Sening deganing to'g'ri aka. Aql verding aka. Aql sende bo'lmagan ekan. Men badamdik. Ishni bir so'radi aka. Qo'lib ajabka. Kimdu aka? Aysan bilsafka. Ma'qul aka. Sotda kim bu? Cho'ng shaxs. Xudoyim qanga yaqinlashmadi. Kelayotgan mez o'tiring.
Kim o ya kama kapak hoş. Segizning birimiz o'xshaydigan so'rab ketibdi ya. Satta segiz bu yoq kim bo'ldi? Yaman cho'ng titda kirdinglar bu yerga. O'zingizdan so'ray, adash, siz kim bo'ldinglar adash? Satta. Sen mushu balla bilan mushu uyda tursa edigina. Mening ismim o'zing tanishtiray Satta. Tundasa men sizlarga bu yoqni tanishtirib qo'yay. Bu yoq mening ustozim, madadkorim, mening yo'lboshlig'im. Hamda mundal tanishtirib qo'ysam, qo'rqib qolarmi? Yo satta. Qo'rqib qolamdi. Ulash moncha kirib tanishtiramiz. Hurmatsizlik qilmay, daldirim. Bu yoq men tanishtirib o'tgandek mening ustozim, mening yo'lboshlig'im. Hozir diyorimizda qattiq ko'z ko'rinayotgan eglik tishlash yetakchisi Mardon muallim. 40 tal g'ozni igiz ketdi daldirim. Shilapisi qirgan yerga g'az o'xshaydi. Mardon muallim. İyilik tiklash mutaxassisi. Muvaffaqiyatning otisi. Bu yil 25 yoshga kirdim. Men 30 yilning yoqi. Mush muvaffaqiyat ko'rkini tiklayman deb nurg'un javr japalarni tatib ketdim. Endi iqtisod masalasiga kelsak, men puldan boshqa narsa yo'q menda. O'zim tinib ketdim. Kaldirim to'shaq. Endi bu yurtga kelishga maqsadim. Mush yurtga igilik tiklaymi deb qonqib ketgan bolalar bekchiga. Lekin mush igilik tiklanmayotgan bir ish bor. Shunga men mush yerga bolalarga mush igilik tiklash yo'lini ko'rsatib berish uchun, qanday qilsa, qanday bo'lganligini o'rgatish uchun atoyim ishga keldim. Endi bundan keyin qanday bir shu maslahatinglar bo'lsa, qanday bir ishlar bo'lsa mendan so'rasanglar, tavanchilik bilan sizlarga haqsiz. Bilim bekchiq menda. Juma, yaxshi foydalaninglar mendan. Nim deydi ama kapak hoş. Daldirim inem. Bu daldirim ma'lummi, yaras ma'lummi, qo'limmi? Biz sinab baqaymiz. Bana koyuydu bu kapak hoş. Mardon muallim sizden so'rab baqsam. Dünya tarixida insoniyatga eng cho'ng to'kib qo'shgan olimlardan qaysi olimni uqsiz? Ömer Calim. Oltino'nun kapak hoş geçmek ama. Yerim osman en tezliğim bana da diyeyim sanayım devam edeyim. Adlı uçurul deptikende. Satta, bu yamak ussap kettin bu. Öyde tavuz pavuz degendek nasıl yok mu? Bo'ldi, mana men hozirla kiraymi? Vallahi. Makinamga sizlarga deydigan bir gap bor, lekin menga va'da beringlar. Menga gap mishadlik qolsin, ha? Bu gapni shirach ketmasin. Qanday? Mayani sizlar menda obdan bilsizlar. Ma atrofda xobi tishan qildigan yabami. Yanchiqimda o'ntin qamindi. 600 kW yoshini chiqarib xashlab turay. Çıkaya kapak hoş bana.